Manga kaç manga. Iyice kichikgina bir ishajam murakkab ket. Manga kaç. Hey. Mangdisinmizda mangamda akishning keyinda mangdi manga mayaqqa. Ey ulan demek ya. Qana ilaqa Sami Osman. Samijon. Voy. Sami Osman. Mana men. Makinola. Aka bu adam. Voy Samika. Ben ba. Abdugul tepildimi? Ben ba. Assalomu alaykum. Alaykum. Voy Anvar baqo. Hey, to'xtasizlar. Hey sen boshqalarning ismini bek to'g'ri ataysan. O'shitiraman so'rayman uni. Anvar Abdugul qani? Voy baqumush Urumchida. Voy Urumchidaligini bildi. Endi advokat bo'lgandan keyin ishxonasida o'tirib advokatligini qilib bo'lmamdi. Urumchiga chiqib olib, xalq saroyida naqsh kechirga o'tkazib, Abdulla Abdurim bilan baslashkicha qanday bo'ldi bu ish? Kim bilan baslashirga? Abdulla Abdurahim. Oyyo. Ma odamning ismini majab balandavatdim-ku. Albatta shunday deyman-da. Mening ismimni bir to'g'ri atab baqsang nima bo'ldi? Voy, to'g'ri atayman-ku. Atab baqa. Molmonjon. Astagfirullah. Ey! Mavlonjon. Molmonjon. Paye. Ey! Mavlonjon demanda. Molmonjon. Og'izni qilasan. Hey. Bo'ldi qilmasanglar, qanday bo'lib ketdi bu? To'xtab Voy, tursana. jimib tursam shoshilib ketmadan vaqra ketdingmi bu? Bu birmuncha qarang. 2 yil bo'ldi biz to'y qilg'ili. Ha. Ismimni to'g'ri deyolmaysizlar. Anvar Abdugul zodi qilib tapasizlar. Xo'sh, Urumchida-ku. Nimishqatida u? Hozir men naqsh kishiga o'tkazman deb, bak charchab ketib, uyda armanyotdi. Sizlarga o'xshash da'vogarlar Anvar advokatni tapadab meni ovar qilib ketdi. Sizlar uning yaqin do'sti bo'lgandikan. Qanaqa bo'lib ketdi bu shinkari? Nimchatig'im meni. Sizlar cho'qim Anvar Abdugul advokat o'rniga berib, advokat Ayjamal Appaqni izlanglar. Qaysingiz u Appaqinimni telefonsiz olmaydi-ku. Yo'q u. To'xta. Mushu tapning o'zida barsang cho'qim bor. Rasba. Kichikgina bir ishda va maslahatlashdi qalla. Anvarjonmi qiziqga ishini qilib naqsh etdik. Mana achar so'zishmayapsan bilan. Mana bo'ldi. Ma'qullik ko'raman. Bo'ldi mangdir. Mosra. Gashkash. Anda mangdirib adam 2 kun bo'ldi topolmay yurgandimda. Murakkab yema bu. Assalomu alaykum. Ha, men shu. Advokat Ayjamal Appaq. Yaxshi. Meni izlaydigan kichik bir ish bordi. Qanday kichik ishdi u? 2 kilo oqa kelib tutilib qolgan? Hey! 2 kilo xiroyim bilan tutilib qolgan ishni sizlar kichik ish deb qarayapsizlar. Undaq bo'lsa sizlarning nazaringizda cho'ng ish qanday? Bo'ldi. Men bek aldirash qarang. Sizlarning bu ishinglarga olish qilamoqdakmi? Nima? Qancha pul desangiz bera olamiz? Shundaqmi? Rahmat. Men shu Abdunyoz Appaq, Abdunyoz hojimning qizi Ayjamal Appaq. Qarang, mayli biz tuqqan bo'lmayli, sizlarning bu ishinglar telefonda deyish balqol bo'lgan ish emas. Ma'qul qo'shamsa, Assalomu alaykum. Men shu. Advokat Ayjamal Appaq. Men ishxonamda. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Salomat turdingizmi? Va alaykum assalom. Ota-ona qolib balchaqa turdingizmi? O'zingiz Yaxshi. bilan turdingizmi? Turdingizmi? Rahmat ukam. Va jabbak aldirash adam siz qarang ukam siz. Nech kunni yo'q, nech qadam kelibsiz faqat qarang. Bak og'irib ketdim qarangmi ukam. Bir ishingiz bormi? Kichik bir ish bilan sizni izlamoqchi edim qarang ukam men. Sizningmi kichik ishmi? Mana shu mushichlikli kichik bir ishda qarang. Qanday kichik ishdi u? Voy! Qarang ukam. Bu qizbola o'g'lingiz bilan dadangizga mut qo'yib qo'ygandek o'xshayotgansiz qarangsiz. Voy, siz dadamni bilamisiz? Qarang. Voy! Sizni tanimidingizmi? Sizni? Yo'q. Qarang, men Abduqodir Qattiqo'tak. Nima? Voy, Abduqodir Qattiqo'tak, Abduvali Qattiq Muzdoz hojimning o'g'li Abduqodir Qattiqo'tak nima?
Abdülkadir Katkıtı. Mozdaz evladım ukam biz. Biz ayaklarını şunda putu çıngıp tikemiz. Biz tikken ayaklarını kiyip kalğadan jitip bulamay zirik bitadi. Şoňa bizim atı buğularımızda moşa isil hünäbilen kattyk ütek degen laqamlar sokak qarap ukam. Bildim. Yak. Taza ukamıdığınız ukam ha? Yana. Biz tuqqan kelimiz juma. Ha? O atыңız tarapdan. Oy, şundak mı? Qanday deysiz? Qarang. Ha. Men sizning atыңız Appak Abniyaz hajimdan, asının iring Navrinsinin singlisinin iruğunu qarang men. Uqanmidingiz ha? Qarang, men sizning atыңız Appak Abniyaz hajimdan, asının iring Navrinsinin ha? Bildim. Biz tuqqan keldikemiz go, ha? O, shunda. Qarang ukam. To'xtang. Elaqa kichik ishingizni deb baqamsiz. Ha, bo'ldi. Qarang ukam. Sizning mush danglik advokat bo'lib ketganingizni birilib bilib qarang men. Mushu televizorlarga chiqib so'zladingiz, ko'rdik. Radiolarda so'zladingiz, angladik ukam. Ojon. Tuqqanimiz Appak Abniyaz hajimning kenji qizi Ayjamal Appak alamat esil qizi bo'libdi. Danglik aqli uchun advokatgan, mush sotda davolash uchun o'zining familiyasiga uchun Appak aqli bitadi ekan. Shunga hammanglar Ayjamal Appakni izlab beringlar, dedi ukam. Tuqqanlarga qarang. To'xtang. Abdulqadir aka. Bu hamma odam izlab kiradigan mayyat tanlab hozirlashmasam. Bu da'vo ishi bo'lsa, izdisi bo'ladi. Eng yaxshisi meni izlamagan yaxshi. Qarang tuqqanim. Biz sizning cheksiz faxrlanamiz deymi? Qarang. To'xtang. Siz har qatim gap qilganda qarang demasangiz bo'ladimi? Bo'ladi demasaklar bo'ladi qo'mna. Qarang ukam. Astagfir qarmang. Ay, ma kalvaligimni qarang ukam. Men qarang demsam faqat gap qilolmaydi qarang ukam men. Bo'pti. Qanday desangiz davra. Ma'qul. Qarang tuqqanim. Endi musho bolarimning ichida eng gap anglaydigan shunda yuvash, ham shunda qarang musho bek ko'yimchamda o'g'lim borda qarang ukam. Endi shu o'g'limning ismi Mo'minjon Qattiquytoq qarang ukam. Endi bizning kenji tayimizda qarang ukam. Endi unday bir adab axloqli bola bo'lgan qarang ukam. Qarang ukam. Endi osh bolam oliy maktabni a'lo putirib, ish ma'murlik imtihon qatnashib o'tib, sheychiga ishga tushgan qarang ukam. To'xtang. Sheychi degan xanzucha atilish. Uyg'urcha biz uni mahalla boshqarish komiteti deb ataymiz. Shundami deb turilibkan buni bugun oldik qarang. Qarang, endi bu oldingi ayning 13-kuni kechda o'g'lim shu dyujurlik turibsa, kech soat dal 12 bo'lganda qarang. Ay, birsa mashinasini deb kelib ishxonasining oldida to'xtab qo'ydi qarang ukam. O'g'lim chiqib, "Miyat mashinani to'xtasang bo'lmaydi." Desa, "O meskan qarang deyman bola. O mashinasidan tushib lakin, sham mashinamni uyangga kirib to'xtatdimman deb qaslab mushtim bir sapdan inkigan. Boshqa odam bormi ekan u vaqtda? Yo'q, lekin Jenkun bo'lmasin qarang ashada. Jenkun degan bu xanzucha atilish. Uyg'urcha biz uni nazorat qilish yoki kuzatish til kamerasi deb ataymiz. Shundami deb turli qarang ukam. Endi o'g'lim ma qo'roning ichida mashina to'xtagan ya shunda ko'p. Shu gapirib to'xtat. Desa, sallaysan qava shum deb ikkinchi mushta qassi yana bir sapti qarang ukam. O'g'lingiz mush qaytirmagandi. Yo'q. Mening o'g'lim unda vaqt oldirib mush qaytirmaydi qarang ukam. Qarang ukam. Mush o'g'limning o'zi yavash ismi Mo'minjon bo'lgan bilan mushdan ayt qattiqdan agdinan qarang. Andanchi? Andakin qarang shu o'g'lim nayt tamkinlik bilan o'zini tutib olib, og'izdagi qanishini surtib bitib. Sen keyp bo'lib qopsa. Sening ma haraq ichib mashina haydigining qatnash qonuniga xilof. Desa, qatnash saqsimitdan sen shum deb uchinchi qatim mushni etib saptamasmi qarang ukam. Andanchi? Shuning bilan o'g'lim Mo'minjon Qattiquytoq. Mush deganni manda atada deb sol mushti bilan mandali birini saptiki. Pokkudish qarang ukam akaga. Shuning bilan o'g'lim turib. Lamzalla. Qo'pa o'ningda. Sening hozir ikki tanlishing bor. Birisi yana mendan ikki mush yeysan. Yana biri hozir ko'zimda yo'qolsa. Desa, o'g'ayni o'cha yiqilg'aydi qo'paqqa to'psaqa yiqilgan mashinasi qo'yinda ketibdi qarang ukam. Birama sho'rg'in rosa? Ras sol mushti bilan lakindan qarang ukam yana keladi.
Deganlaringizning hammasi rost. Ras. Elqavi jang. Nazorat qilish. Nazorat qilish apparat deymizmi? Shuning damiz chiqadi emasmi? Qarang, ukam saqshin shular deydi bizga. Nima uchun? So'ngmushti bilan degan gapni bekroq ta'kidlaysiz. Endi qarang, o'g'limning mushti bozg'andek danga. Navada shu vaqtda o'ngmushti bilan urib qolgan bo'lsa, yetim o'ngdan qo'polmaydi deb ana pishtikan mayadi qarang. Shuni bilan qarang. O'g'lim endi degan ishdan tushib kelib hammalarni choy ichib o'tirdi qarang ukam. Bir kim bo'lganda hali masjidning ota-onasi urug' chiqqanlar bir necha saqchini boshlab kelibdi uyga. O'g'limning xizmat o'rnida o'g'limiz urib bir kuzni qo'yib yetibdi deb o'g'limiz dapirib turmoq suv to'ydi qarang ukam. Bir ko'zni qo'yib yetibdi? Bu mening o'g'lim sol mushti bilan uni o'ng enkiga urgan tursa, endi qayda olib uni bu sol ko'z qo'yib ketdi deb qarang ukam. O'zi o'rnidan turib, mashinasini haydab chiqib ketibdi dedingiz-ku. Shunda uyda mashinasi haydab chiqib ketib, kechacha namina viyabiyat haqni urib so'qib tayoq yeb, muhovlib kelib qarang, bir ko'zni naka qilib kelsa, endi bizga odilib qoldi qarang, jinim ukam mush endi shu chaqda o'g'lingizning o'sha kuni ishg'ol yuz bergan voqealarning hammasi nazorat telekamera xotirlabdi dedingiz. Voy unda kameradan ukam ishxonaning ichida, ishxonaning oldida ish qilib mush atrofda 5-6 bor ekan deb mushni qarab turdi qarang uningda. Endi soqchilar shunday deydi qarang bizga yana. Sizlar xotirjam bo'linglar. Sizning nima deganinglar qarshi tarafdan qanday qilgani, sizning deganinglar rasmiy yolg'onmi? Osh apparatlasak hammasi oshkor bo'lib chiqadi deydi qarang ukam. Bo'ladi. Agarda ishonsanglar, bu dinoni menga topshiringlar. İşenmem peki. Ukam sizga to'liq o'z ishimiz demi? Shu ota-onangiz deb keldik emasmi sizni qarang ukam? Mana bular nima? Bu dalil isbotlar ukam. Nayt kuchli to'liq mava. Qarshi taraflar paloq tuxumni chaqqandek chekib sizdan ukam. Tuxum chaqqanda. Endi qarang mavo endi shu yerlik timiy o'g'itsam ham go'lab badamning ortida. Ziyon qilmaydi ukam o'sha. Qarang endi Mavo endi azzosi modi. 5 tümen. Min bi. Xalq puli. Kafkan. Hozircha mushni bir ish yiltib turasiz. Qolgan 70 yayriga yana biz bir bo'g'andikin, urug' tuqqan bo'g'andikin ukam. Endi bir qarang. Abduqodir aka. Biz tuqqan keldik-ku. Shunda. Shuning uchun bu quruq mevlarni ma'qul qilay. Bu materiallarimizmi menda qolsin. Ma'qul ukam-da. Lekin bu pulni siz yanchiqingizga solib qo'ying. Uy. Bizga bunchalar ko'p pul kerak emas. Qarang ukam. Bizning kichikgina konimiz deyman. Buni va siz men biladi xotirjam bo'ling babanchilik. Ukam qarang siz. Qarang. Uy. Siz bu qarang dedingizmi mana? Oy, asta. Bu sizdan mush qarang degan kesangiz menga yuqibdi emasmi? Voy, ya kesal emas ukam bu nihoyat unumli odat deyman. Siz har qanday vaqt, har qanday odamga qarang. Qara deysangiz, oldingizda tik turib gapingizni anglaydi emasmi ukam? Qarang. Siz ma'vo haval nomga qo'l qo'yib etib, andin ma'vo yantiratdiki moliya bilimiga kirib, bizning qoidamiz bo'yicha oshiliq advokatlik rasmiyat haqqini topshirib etdim. Ular sizga tovon kesib berdi. Bo'ladi ukam, bo'ladi. Ammo qarang, endi yana bizning bir kichik talabimiz bor-da, qarang sizga endi ukam. Talab? Yana qanday talab bu? Endi mushu bir sot etchilig'icha o'g'limizni bir uyga chiqib o'zimiz nazorat qilib bir baqash turgan bo'lsak ukam, endi bolamizning kichigi o'g'achqa, endi onasi to'g'ri yig'lab qarang bizni toza bir aramiz. Qarang, Abduqodir aka, men gapingizni hammasini to'liq angladim-da. Endi bu materiallaringizni bir qur ko'rib chiqib, ondan qamoqxonaga borman. O'g'lingiz bilan va munosabatlik dilo bijirgichilar bilan ko'rishiman. Qarang ukam, endi mendan bir shu vaqtcha Mabani apirta ota-onasiga berib etinglar, sot etchilig'icha uyda bir nazorat qilib baqash tursinlar deb qo'ysangiz ukam, qog'oshni biz bo'g'atga qarab turmaymiz, jenim tuqqunam qarang ukam. Qarang. Qarang. Men bir advokat. Menda unda qo'yib etinglar deydigan huquq yo'q. Men faqat qonun asos qilib bu ishning o'z qoida tartibi bo'yicha bijirib, bolangizni oqlashga tirishiman. Shundami? Lekin oldin shart
Ha. Sizden deganlarimizning hammasi rost bo'lishi kerak. Xudo qarashkam kichikkin yolg'ini yo'q deymaning. Men qaram tuqqunimning obdan qizi. Musho endi musho ishda amsi sizga qaraymiz ekan barliq umidimiz sizda qoldi jinim. xotirjam bo'ling. Endi o'sha bolarimning ichidagi birdan bir o'g'lini bir aqlab ash bir turmadan chiqib bersangiz ekan qanday ish bo'lsa biz ba qarab turmaymiz. Xotirjam bo'ling, ha? Siz endi qaytib ketib xabarini kutsangiz bo'ladi. Buni aylang. Bu nima? Mening ism kartam. Telefon nomeri ustida bor. Agar qachon lozim bo'lsam, menga telefon qilsangiz bo'ladi. Ha, bo'ladi. Fukan, bu eliq cho'chakladiki, men kerak bo'lsam bital chechimni ko'y desang oldingda paydo bo'laman deydigan nima shumi nima va? Voy, deb bo'cham dis chash ko'y dedimi nima aynan? Assalomu alaykum. Ha, men shu. Advokat Ayjamal oppa. Ha, men ishxonamda. Fukan, men chiqib bir rasmiyatni ma'qul. Ha, bo'ladi. Xo'sh. Oyo. Ayak kırs, mayak deydiken, ayak deydiken. Acaba bir tas küçükte bu küçük gibi bir işim benim. Bana bak kaç. Vay, yo, nimda yoga ne? Ucu, müşahede otururken abla. Assalamu alaikum. Ha, va alaykum assalom. Özler yaxşı dolar mı? Yaxshi. Yaxşı ya? Ha, yaxshi. Ha, yaxşı olgan olsun, yaxşı ya. Ha, oturam da. Ha, otur. Siz Ha, men. Oy ha, men. Ha, men degan shu Mevlancan Egenberdi Yakup hacım bilme. Ha, men mening xotinim desira. Ha, xotinimning ismi shu. Oy. Nimta ya? ha? Asta. Ya qo'pa, o'zingizning ismingni. Sahipjaman Sattar Baqajim qizi. Mishta to'tadan ism bor buningda. Ha, bir ayshlar bormi? Ha, ishimiz bor. Avo, Anvarjon Abduguljonning do'sti haliqi Sami Osmonjon shu Appak Ayjamal. Ey, o'zlari shu Appak Ayjamal advokatmi? Advokat Ayjamal oppa. Ha, shu kayn Appak Ayjamal dedi-ku. Ha, shu kayn. Ha, shu Anvarjon Naqshiyetimda birga ketib, Urumchi ketdi deydi-ku. Ha. Voyjo. Shundoq. Bir ayshlar bormi? Ha, kichik ish. Sizning kichik ishmi? Voy, kichik mushinchilik qilasiz. Ha, qanday qilgan? Ha, men xotinni qo'yitay degan. Nima? Nima qiltaydigan? Men xotinni qo'yitay degan. Qarang, ajrashadigan bo'ldik-da. Nimishqa? Qarsizlar. Ha, ota-bobomizdan tortib qo'yivatdim. Taloq deb kelgan tursa, bu degan bizning an'anamiz tursa. Lekin buningdan keyin unda desangiz bo'lmaydi. Bo'libmi mening oldimda. Nima uchun? Chunki u bir odam. O sizning ayolingiz. Atishak qo'y kalamas, ilib xolisa qo'yib o'tadigan, xolisa so'yib o'tadigan. Ha, gap mishadi shu. Bu ashinchilik bilan bayildi-ku bu. Anladingizmi? Nimada? O'zlari 2 yillik xotin bo'lganda beri qo'y, kala, at, eshakchilikmi bo'lamidimi? Allohga qara. Hech bo'lmaganda bir yilda shaq qilib birni o'sim tug'di, sen-chi? O'g'ir, rost. Oy, nima deydi bu? Qarsizlar? Ha. Bu ishkimiz to'y qilg'ili 2 yilda ochdi desizlar. Ha. Mening dadam azon to'g'lab qo'ygan bir chiroyli Mavlonjon degan ismim bor desizlar. Ha. Bu bir chiroyli ismimni Malmanjonga o'zgartirib qo'ydi desizlar. Malmanjon? Voy, to'xtab tursizlar. Ha. Otam. Men ishkimiz to'y qilg'ili 2 yilda ochdi desizlar. Ha. Men dadam azon to'g'lab qo'ygan bir chiroyli Mavlonjon degan ismim bor desizlar. Ha. Bu bir chiroyli ismimni Malmanjonga o'zgartirib qo'ydi desizlar. Ey, men degan o'yning kichigi desizlar. Meningmi bir nechta farzand bo'g'im bor desizlar. Lekin men hozirgi tug'madi desizlar. Ey, g'itchidan birini tug'mamsan desam desizlar, men nima deydi desizlar? O'zlari tug'diramayapsan deydi desizlar. Oyo. Yog'imni deyamsa. Zuvaningga. Voy, odam yana. Voy, nima bo'ldi? Ha? Qana gap bu? Juma. Men qarang appaxini. Bu mandaq yuvash munoyim tug'ini bile. To'paqni chimdib o'ttirdigan miyang mushuk bor. Nima deylar? Andisha. Diqqatga. Nima bo'ldi menda? Nima varoqchilik bor? Ha, nima bo'ldi ya? Hozir varoqchilik qilsanmi? Ha, men nima bo'ldi ya? Nima vaqirasiz menda? Vaqirsam xotinim vaqadim nima bo'ldi ya? Ey, sen mening neligini bilamsan? Ha, bilaman, Appak Ayjamalning ishxonasi nima bo'ldi ya? Niyatimi ovozingni chiqib vaqirsan bo'lmaydi, sadab Ha, to'xtab tursira, o'zing kim o? Ha? Men bir şeyden amallik saqlıq o'tsa. Ha, nimasi? Amallik saqlıq o'tsa. Uyu. Bo'ldi qizlar. Qo'qdandika? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'qdandlar? Ha, yaxshi. Qarsizlar? Ha. O'zlaridan necha bolalar bor? Nima bo'ldi? Kamada dappaqsira-chi bo'lsa. 4 qiz bir o'g'il.
Uyuyor. Hey, anladın mı? Karşılar. Ha. Bu işkini toyqığını 2 yılda açtı edesizler ha. He. Bu hazır için tohmet edesizler ha. Ben akama kim akıraydı depaksızlar ha. Hey! Sen xotiningni vaqirab hamidar qo'yibsan. Vay to'xtab tursizlar ha. Hay, Ha. bo'ldi qilamizlar. Vay jim tutib tursizlar ha. Bak. Uy. Seni depaksızlar ha. Demak, ajrashmoqchi bo'lganliginglarning sababi to'y qilib hozirgacha farzand ko'rmaganliginglardan. Sabab shu. Uy. Yana bak. Nima? Bay anılar var aslım hatada koyduk. Voy, shu tug'mini dedingiz-ku. Vay. Hey. Ha? İsmim bir dapaka. İsmim dapaka. Mevlanjon. Uy. To'g'ri dedi o. To'g'ri deb aytdim-ku. Ulabni yan bir digina. Yan bir digina. Mevlanjon. Astagfirullah. Ağzı tutuşup ketgan buni. Qarıslar mana bu ishning dasini men o'zim nashta deb qo'ydim ham bo'lib qoldim desizlar. Ay, Hadi qarang. kirsizangmi? Sizlar doktorxonaga berib tekshirib baqdinglarmi? Ha? Oy. Nimine? Bola ololmaslikning sababini. To'xtab tursizlar. Bu tug'mi dedisizlar. Ha. Shuni men Voy, to'xtab turasizmi? Bu tug'midi deb bilan gunohning hammasini ayol kishiga otib qo'ysak ilmiy bo'lmaydi. Sizlar oldi bilan doktorxonaga berib tekshirib ko'ringlar. Sizlarni chatoq er kishidimi yoki ayol kishidimi? Astagfirullah. Vay bir to'xtab tursizlar. Hey! Bu balı deganni ayol kishi tug'dirgandi. Ya men tug'andim ya. Oy! Hey! Hey! Zukap olduk bu. Hey! Mende çatak yok. İşlemesini so'rab baqsana o'zi. Hey! Hey! Mekire. Hamma gapni hijlomay davrdan ekansiz. Yoqroq kelaver. Men qara. Balani xotin kishining tug'dig'ini rasman hammadan biladi qara. Ha. Hamma lekin lamsan. Uyu. Bunu bilmayotganman bu. Men qara. Ha. Senchi ayolingni doktorga olib borgach, o'zingni tekshirtib baq. Navadi kerak ayolingda chatoq bo'lib qolib qolsa, chiroyli uzilishib ketib, bosh xotin elib, yana farzandlik bo'lsang bo'ladi. Qara, amma chatoq o'zingdan chiqib ketib qolsa, 10 xotin olsangmi bekor. Uyu. Manda desra. Manda gapma desra. Oy. Xudo. Jura. Doktorxonaga tekshiraylik. Nima qo'ya? Agar rosti sendan chatoq chiqqansa, mendan xafa bo'lmadimi? Men obda rozi qilib qo'yutim men seni. Ya. Baynim dedi, chiroyli deyishib ajrashimiz. Chatoq o'zlariga chiqib qolsa-chi. Ha. Xohlasang uyimizni tutimiz. Men qarsam Malmanjon, meningmi o'zlaridan bekroq bolalik bo'g'im bor. Ona bo'g'im bor. Uyu. Xudo. Ha. Ajrashmandik ya. Voy, shundaqli qilli. Men sana bakli amraqdim emasmi? Garchi ismim xato desangmi? Men sizlarga bek omroqchimi? Uyu. Qaranglar, buna qilaylik. Men hozir sirtga chiqmoqchidim. Mashinam bilan sizlarni doktorxonaga olib qo'yay. Sizlar oldi bilan tekshirib ko'ringlar. Ondan biz ko'rishib, bir narsa deyishaylik. Qanday? Bo'ldi. Manda qilinglar, qarang ukam. Siz bek aldirash odam emasmi, qarang ukam. Siz ishingizni qilavering. Men bunda uydagilarni buni abirib qo'ymayman deyman. Men qarang. Balamning ishini bir qarang. Qo'yib qo'ydingiz. Ha, mana bu tayyor qilib qo'ydim. Ma'qul. Biz bir ma'lum. Bo'ldi. Malamanja. Mana, men siz doktorxonaga olib Bo'ldi qisra. mana.